O'rtoqlar, assalomu alaykum. Navbatdagi video saralist turistligimiz yangi yo'ldan kelgan. Buni diagnostikasi shu birinchi silindrdagi muammo tufayli ochilingan golovkasi. Hozir mana orqa klapanlarini yechish bilan olib boramiz. Qolgan silindrlari yaxshi, mana ko'rsanglar, mana sho'rlab ketgan. Quruch ketib yotman, bo'lib ketgan qaranglar. Bıçak o'pib ketganmi? Ha? Yaxshi. Endi chiqadi. Oxirida chiqadi. Mashina bor. Yo'q, qaniki lapini qo'ygani. O'rtoqlar, mana. Bu mashina Svichani yangi qo'ysangiz ham, babinani yangi qo'ysangiz ham, Mana klapon. nimani yangi qo'ysangiz ham chiqarib qo'ygan ekan. Endi buni bitta narsasini ayting. Kamerani ko'rish jarayonida teskari holatda ko'rsatmaydi-da buni, aldamam qo'yadi. O'shaning uchun aytdim, men ichki tomonni ko'rish kerak, arruya bo'lib ketganda. Buni qarang, ichini maytini ham oling. Mana maytini. Mana bu maytini. Ginez o'tirgan holat. Ko'ryapsizmi? Mashinadan chiqdi. Mana klapin ham ketdi. Bo'shataymi uni ham? Yo'q, uni yo'q, nima qilishadi. Eng muhimi, o'rtoqlar, golovkamiz butun. Yaxshi. Buni ko'rsak bo'ladi. Yorilgan joyi yo'q. Yorilgan yeri mana nima buni? Bila qo'ygan. Archi yaxshilab. Adam berinchi bilet. Yo'q, o'zinikiga. O'zinikiga. Kamera solindi-yu, kamera u mikrotreshinalarni ko'rsatadi. Atverkan bilan mana ularni ham bitta qilib tozalab yuboringlar. Hozir. Achirgan. Bu hali orolda sho'rlashib ketgan. Tuz yo'llar yo'q mana. Mana aytingda. Bizda loq deyishadilar. Chiqib ketgan. Chiqayib qo'yganda buni. Klapini mana ayting, o'zi tushishga ham kelib qolibdi-da bu. O'zini ketardi-da. O'zi ravo chiqib bilmagan oldinda.